Assalomu alaykum hammaga. Eksklyuziv mana ishlarimizdan, chiroyli obzorlarimizdan, mehnatlarimizdan tayyorladik. Ko'rsatib o'tamiz. Albatta parranda ishqibozlarni juda ham qiziqtiradi degan umiddamiz. Va like bosib, obuna bo'lishni unutmasalaring. Boshlaymiz mana. Qafasimiz kaptar ishqibozlarini juda ham mana e'tiborni tortish uchun qo'l bola qilib mana chiroyli qilib tayyorladik. Razmerlarga keladigan bo'lsak, uzunligi 1.40, eniga 1.10 cm, balandligi 1.95 cm, portichkalari, uyalari keng holatda, jami 12 dona uyalari bor, taglari paddum. Odam kirsa bemalol ko'taradi, eshiklari arka shaklida. Keyingisi mana tovuqlar uchun 2 ga 1 razmerli, tagi paddum, uzunligi 2 metr, balandligi 1.60, yonida tuxumlash xonalariga ega bo'lgan qafasimiz. Ikki tomonda ham mana tuxumlash xonalari bor. Tashqaridan turib tuxumini olib bemalol foydalanish mumkin. Mana oxirdon idishlari. Qafasimizni taglari paddon. Mana bunisi ham xuddi shu ko'rinishda tayyorladik. Va mana bu yerda kichikrog'i 2 ga 1 tovuq qafasimiz bor. Uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, tagi yerli qafaslarimiz. Mana bu yerda esa zakazga tayyorladik. Tomlari ham bir xil bo'lsin dedilar. Yonida raddomi bor, oyoqlarida roliklari bor. Razmerlari bir xil holatda. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. 94 kodi bilan 273 73 53 raqamiga bemalol bog'lanib murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavkalarimiz pulli, pulsiz dastavkalarimizni yo'lga qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, eng sara yangiliklarni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.